Eng baxtsiz ayol bilasizmi kim? Bu narsist va abyuzer erkak bilan yashayotgan ayol. Narsist va abyuzer inson qizig'i o'zgarmaydi-da, hech qachon o'zgarmaydi hayoti davomida. Va bu insonni shunaqa holatga kelishiga bolaligidagi e'tiborsiz qoldirilishi yoki mehrda o'ta qadar ko'p berilishi me'yoridan tashqari yoki hech qachon mana shu erkak kishini fikrini inobatga olinmasligi ota-onasi yaqinlari tomonidan, mana shu yigitlarni bolaligidan ko'p tahqirlanishi, yerga urilinishi, erkaklik sha'niga noto'g'ri munosabatda bo'linishi, doim ota-ona ishonchsiz qarashi mana shu farzandiga, doim mana shu farzandini yerga urish ortidan, haqoratlash ortidan munosabatda bo'lishi, bu deyarli mana shu farzandlarni abyuzer, narsist erkak bu voyaga yetishiga sabab bo'ladi. Buni belgilari qanday asosan? Oilada narsist erkak doim o'zini isbotlashga harakat qiladi. Doim o'z haqiqatini boshqalarga o'tkazishga urinadi. U hech qachon ayolini, oilasini eshitmaydi. Hech qachon ularning fikrini olib o'ylab ko'rmaydi. Har doim o'zini haq deb biladi va har doim siz bu insonni e'tiborsiz qoldirganingizda sizni diqqat e'tiboringizga tushish uchun har qanday yo'lli imkoniyatni ishga soladi. Misol uchun moddiy jihatdan e'tiboringizni tortishi mumkin, pul berib yoki sovg'alar olib berib, yoki sizni xafa qilgan bo'lsa, kelib sizdan kechirim so'rashi, sizga yaxshi gapirishi, sizni ko'nglingizni olishi mumkin. Lekin mana shu ma'lum muddatdan so'ng yana o'sha abyuzer va narsistlik niqobiga kirib oladi. Va deyarli mana shu oilalarda ayollarimiz qancha mehnat qilmasin, qancha oilasi uchun fidokorlik qilmasin, qancha farzandlariga yaxshi qarasa ham, qancha ishlab shu oilaga moddiy ma'naviy jihatdan yordam qilsa ham, bu erkaklarimiz bu ayolning qiymatini bir tiyinga ham olishmaydi. Ayolini hech bir yaxshi sifatini qadrlamaydi, aytmaydi, chunki u o'ylaydiki, ong ostida agar ayolini yaxshi sifatlarini aytsa, o'zi yomon inson bo'lib qoladi. O'zi ikkinchi darajaga tushib qoladi. O'zi bu hayotda nomsiz, nishonsiz o'tayotgandek his qiladi. Uni hech kim yaxshi ko'rmayotgandek his qiladi. Va mana shu sababdan bunday erkaklar doim isbotlaydigan insoni bu asosan turmush o'rtog'i, ayoli, farzandlari, yaqinlari bo'ladi. Bu inson qizig'i hech qachon hech kim yaxshi ko'ra olmaydi. Hatto o'zini ham yaxshi ko'ra olmaydi. Bir umr o'zini ayblab, o'zini kechira olmasdan, yaqinlarini kechira olmasdan ichiga og'riqda yashaydi. Bunday insonlarning hech qachon haqiqiy do'sti ham bo'lmaydi, sirdoshi ham bo'lmaydi. Bunday insonlar shu qadar og'rig'ini yopadiki, shunchalar og'rig'ini yopganidan siz bu insonni ichida muammosi yo'q deb o'ylaysiz. Bu inson kuchli deb o'ylaysiz, ilmli deb o'ylaysiz, mehnatsevar deb o'ylaysiz. Lekin ichi to'la yara bo'lgani uchun, buni hammadan himoyalab ko'rsatmayotgani uchun tashqarida o'zini juda kuchli, juda ilmli, juda salohiyatli, juda qobiliyatli ko'rsatishga harakat qiladi va mana shu jihatlar bilan hammani e'tiborini o'ziga qaratib, o'sha vampirga o'xshab yaxshi gaplarni, e'tiroflarni diqqat markaziga tushish orqali insonlardan sug'urib olishga harakat qiladi. Va eng muhimi, bunday insonlar nafaqat ayolini ham baxtsiz qiladi, balki o'zlari ham bir umr baxtsiz bo'lib o'tishadi.